Assalomu alaykum barchaga. Xudo xohlasa Tabiiy Nur korxonasida bundan ishlab chiqarilayotgan ishlarimiz inshaalloh Samarqand viloyati Urgut tumaniga olib kelib o'rnatib beryapmiz. Bu xaytay fasollarimizdan bo'lgan, qorajo'tlari ham alkofon bo'lgan, ko'rib turibsiz, inshaalloh ko'rib baho berasiz. Mana ko'pchilik mana shu joyda hidib qo'yaveradi. Bizniki alkofon bo'ladi, ertaga mana shu joy ham ajrab ketmaydi. Zamoklari ham mexanizmi alohida, ruchkasi alohida, ya'ni stimul. Bu buzilmaydi uncha-munchaga. Ancha baquvvat bo'ladi. Daborlar bilan komplet bo'lgan, ko'rib turibsiz inshaalloh. Mana hamma eshigimizga daborlar qo'yilgan. Bunaqa qulaylik faqatgina Tabiiy Nur korxonasida olib kelib hamma narsa 100% qilib o'rnatib topshirib sizga topshiriladi eshiklarimiz mana. Hammasi daborlari bor. Orqa tarafiga nalishniy bo'lgan mana. Mana. Orqasi pondi nalishni qilingan, oldi taraf kanona bo'lgan. Barchasini zamoklari stimul bo'lgan. Nomerlarimiz 91lik 899 2990 nomerga telefon qilaverasiz. Totib olishni ko'ryapsizlarmi inshaalloh. Hammasiga sifatiga, kachchasiga behijolat garantiyasigacha beriladi. O'sha mashinalar 3 tadan bo'ladi bularda. Mana hammasiga kanonalargacha qilingan. Bu videomizga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yaverasiz. Xudo xohlasa yaxshi kunda, yaxshi soatda inshaalloh manzilingizgacha bepulga tekin yetkazib beriladi. Bunaqa qulaylik faqatgina Tabiiy Nur korxonasida. Bularimiz ham xudo xohlasa mana orqa tarafida daborlargacha qilingan, nalishnik dabor qilingan. Shuni yoqamiz. Mana ko'rib turibsiz, xudo xohlasa xohlagan razmeringizda, xohlagan fasoningizda butun O'zbekiston bo'yicha bepulga tekin yetkazib beramiz. Eshiklar ham shu qo'yib yuborsangiz qayerda desangiz tushib turadi mana. Zamoglar ham xudo xolasa original zamoglar. Eshiklarimizga ham garantiya beriladi. 5 yillik garantiyasi bor. 10 yillik servis xizmati ham mutlaqo bepul. Hammasida xuddi shunday daborlargacha komplekt qilganmiz mana. Bemalol buyurtma berib telefon qilaverasiz. O'sha aytganimizdek xohlagan fasoningizda qilib beriladi. Xaytay fasollarimizga mana shunaqa joytiga hidib qo'ymaymiz, alkofon bo'ladi. Ko'pchilik shediga hidib qo'yib qo'yadi. Bizlarda bunaqa o'yin qilmaymiz. Xudo xolasa nima aytsak xuddi o'shani qilamiz. Mana bu tarafdan ko'rinishlari mana. Xudo xolasa bemalol 91lik 899 2990 nomerga telefon qilib buyurtma beraverasiz. Borib razmerni olib kelib, o'sha razmerga chiroylab yasab, olib borib uni topshirib, xudo xolasa tayyor holatda topshiriladi. Xudo xohlasa yaxshi kunda, yaxshi soatda inshaalloh uchrashguncha omon bo'linglar do'stlar. Hozir bitta buvamizdan ham bu qayerda, bu yer qayer mana? Urgut rayon, Mangatabod mahallasi, Samarqand oblast, Urgut rayon. Samarqand viloyati inshaalloh Urgut tumaniga shu buvamni Mangatabod mahallasi. uchastkalarga topshirdik. Eshiklar ma'qulmi bo'pti, ochib ko'rdingiz, yo'ling ochib ko'ring maragan. Tamam, zo'r, hammasi. Hatto ko'rib oling, hali ko'rganingiz ham yo'qsiz. Musulmon inson musulmonga ishonadi, qarang mana. Ko'rmasadir zo'r devoryapti mana. Mana inshaalloh bu yerda ustamiz nima qilyapti? Kiyim almashtiryapti. Mana behijolat. Birorta muammo bo'lsa telefon qilaverasiz nomerlarimizga. Birorta kamchilik qachondir bo'lib qoladigan bo'lsa, xudo xolasa shu Samarqand Urgut taraflarida o'rnatib turgan bo'lsa, kelib ko'rib berilaveradi. Inshaalloh muammolar bo'lmaydi, mabodo bo'lib qoladigan bo'lsa ham bemalol telefon qilasiz. 22 oy telefonlarimiz ishlaydi. Ana ustoban. Ustonovchigimiz bu. Ana. Bu Xudo xolasa yaxshi kunda, yaxshi soatda inshaalloh uchrashguncha bir Qo'qonga o'tang. Bosh bilan. Bizning Jizzaxda ham filialimiz bor. Katta betonkada o'zaga o'tsangiz bir Jizzaxdan solib beraman. Mana bu yana bir ikkita uyimiz bor. Kuyovimiz aytaman xudolarga ko'rasiz, fasodan ko'rasiz. Xizmatdamiz, doim xalq xizmatidamiz, charchamaymiz biz ham. Bizda keyin aytganimizdek mana bunday penalar ham ichida bo'ladi. Ko'pchilik boradi-da, penani olib berasiz deydi. Biz penalarni ham o'zimiz hisobimizdan qo'yamiz. Shetiga e'tibor berasizlar. Hech qanaqa mana pul kelishildi. Masalan, qanday pul kelishadiganimiz xuddi o'sha pul berlar keladi, zamok yoki oshib moshi yoki pena olib bering deyilmaydi. Nima xizmat bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz hisobimizdan, ya'ni o'zimiz cho'ntagimizdan qilamiz. Sog' bo'ling, bu Xudo xolasa yaxshi kunda uchrashamiz.